Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Rahmat, Xudoga shukr. Keling aka. Qanaqa olib qo'yish kerak? Ha, bo'l, hadi o'tiringchi. Tezaklar orasida futbolim bor edi. Bo'ldi. Ha, O'zbekiston ham jahon chempionatiga chiqdi-yu, oxiri. Zo'r bo'ldi. Aslida 35 yil kutdim. Lekin kuchlilarga tushib qolgan chata bo'ldi, endi buni bu yoqda shu yerda to'xtaydi menimcha. Qo'lim ham Portugaliyaga qarshi endi tushib qoladigan bo'lsa, Portugaliya endi uni finalga o'tkazib yuboraman deyman-da. Nima deyapsiz endi? Siz o'zbekmisiz? Ha, o'zbek. O'zbek bo'lib turibsiz, Portugaliya deyapsiz. Sarflar bilasizmi? Manchester City'da o'ynayapti. Endi Ronaldo ham bor, haligi kuchlimi deyman-da Portugaliya. Ha, hammasiga tupurdim. O'zbekiston o'ynayotgan. Tushundingizmi? Tez oling, bo'ling. Oladigan bo'lsangiz oling. Bo'lmasa to'xta, sen javob bermaysan. Qanaqa odamsan? Sen O'zbekistonga borib turganda. Boshqa safar boraman. O'zbekiston yutadimi keyin rostdan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchadim. Chiroyli ko'z. To'g'rilab, soqollarini to'g'rilab. Aka. Aka, nima bo'ldi? Ha, ko'rmaysiz aka. Hozir bitta akamiz kirib futbolga qiziqar ekan, jicha kelisha olmay qoldik. Xafa bo'lib chiqib ketdi vazada, yosh bolaga o'xshab, qarang. Aka, men futbolga qiziqmayman. Men MMA ga qiziqaman. Ha, MMA ham rosa bo'lyapti, MMA ham. Bu kimga balet qilasiz MMA da? Erka Bulonga balet qilaman. Ha, ama Erka bilan yutkizib qo'ydi, lekin Marselga aka. Yutkizar. Erka Bulon nomer 1. Aysi, chachizga Erka bilanning rasmini chizib bermi? Iloji bormi aka? Sizga bitta maslahat beraymi aka? Bering. Ha, Erka bilanmi, Marselmi? Ular bilan sizning nima ishingiz bor aka? Hatto ular bilan Tyson ishi yo'q aka. Qaysi? Hali tishi yo'q. Usta rahmat. Ha, tushunyapsiz aka? Nech pul bo'ldi xizmat endi? Ha, bera olasiz. Men mana 100 ming olib qoling. 100 mingdanmi? Ha, mana bu aka 2 ming. 98 ming olib qolasizmi? Ha, hozir o'z soch olishlar ashna qo'yib ketdi-yu. 98 mingligini bilganini yuldirib olardim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Charchadim. Boshimiz aka? Ha, o'tira oling aka. Men jicha charchadim, yashinga. Oshnam bor, olib berdi, bo'laverami? Yaxshi olamiz kuni? Yaxshi oladi, kecha o'rganib olgan. Hozir chaqiraman. Katta rahmat. Bo'pti-ku. Aka, mayli. Bu qog'ozmi? Men bor uzr akam, ertaga tashab qo'yaman.